O'rtoqlar, ushbu videoda bank xodimlariga ikkita taklif bilan murojaat qilaman. Birinchisi aynan o'zlari ishlaydigan bank bo'yicha umumiy sodda qilib savol beraman. Agar to'g'ri topishsa, ularni xalq uchun manfaatli bo'lgan bir produkt haqida alohida video tayyorlab kanalimga joylab beraman. Ikkinchi taklifim bo'lsa, bankni boshqa 35 ta raqobatchi bankdan ajratib turuvchi xalq uchun foydali hamda manfaatli bo'lgan produktlar haqida ma'lumot so'raymiz. Ana bank xodimlari qaysi taklifni qabul qilishadi? O'rtoqlar, qaysi bank xodimi bilan suhbat qilayotganimizni aynan banklarning sentlariga qarab turib bilib olsangiz bo'ladi. Aka, qaysi taklif bo'yicha javob berasiz? Asaka Bank mijozlaridan kelib chiqqan holatda ikkinchi taklifni tanlayman. Ya'ni ikkinchi taklif boshqa banklarda mahsulotlardan Asaka Bank mahsuloti nimasi bilan farqlanadi? Yuridik tashkilot Asaka Bankda hisob raqamini ochadigan bo'lsa, uni oliy daromadga ega bo'lgan mijozlarga karta berishi bepul bo'ladi va bu xodimlari 6 oy muddatdan so'ng past foizlarda Asaka Bankdan oliy daromadga kelib chiqqan holatda 50 million miqdorgacha bo'lgan pul mablag'ini 12 oy muddatga olishlari mumkin. Siz qaysi variant bo'yicha javob berasiz? Ikkinchi variant bo'yicha javob beraman. Bizda boshqa banklardan farqli ravishda omonat turimiz bor, sandiq omonat turimiz. Bunda yillik foiz stavkasi 21%, omonat muddati 18 oyga mo'ljallangan. Boshqa banklardan farqli imini to'xtalganim, siz omonatni muddatidan oldin yechib olganingizda omonatning foizi kamaymaydi. Aslida tartib bo'yicha omonat muddatidan oldin yechib olsa, foizlari ancha pasayishi kerak, lekin sizlarda unaqa emas. Odatda ko'p omonatlarda siz muddatidan oldin omonatga qo'ygan mablag'ingizni yechib olganingizda uning yillik foiz stavkasi pasaytiriladi. Lekin sizlarda ulardan farqli ravishda sandiq omonat turimizda foizlar saqlanib qoladi. Tushunarli. Demak, siz qaysi variant bo'yicha javob berasiz? Men ikkinchi variant bo'yicha javob beraman. Bizni boshqa banklardan farqli mahsulotimiz bor. Bizda aktual mahsulotimiz avtokredit imkoniyat 2.0. Yillik foizi 25% tashkil etadi. Rasmiy daromadga ega bo'lgan mijozlar uchun va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun beriladi. Aka, siz qaysi variant bo'yicha bizga javob berasiz? Ikkinchi variant bo'yicha. Demak, Xalq bankini boshqa banklardan ajratib turuvchi produkt haqida ma'lumot berasiz. Bizning eng asosiy yaxshi tomonimiz bu birinchi navbatda nomi bilan bilinib turibdi, Xalq banki ekanligi. Ya'ni butun yo'nalish xalq uchun qaratilgan va butun O'zbekistondagi barcha otajon va onajonlarimizning hammasi nafaqa pullarini o'z vaqtida yetib borishi ham yoshlar orqali ham rivojlanish kuchli va xalq uchun juda ham e'tiborli proyektlarimiz juda ham ko'p. Umumiy ma'noda Xalq banki taklif etayotgan barcha xizmatlar boshqa banklardan ajralib turadi. Albatta. Tushunarli.